Tashlagan pulingiz kartaga tushibdi, aka. Xizmatlar bo'lsa bemalol ayturasiz. Rahmat. Xo'jayin, bitta savolim bor edi-da. Nima ish qilsangiz ham hammasi unib ketaveradi. Buni siri nimada? Kim? Mani aka oching. Kiring ichkariga. Bunaqa qilmay odamga. O'tiring, ada. Ichmang deyapman sizga. Faqat ichib odamni sharmanda qilib hamma yoqda. Nima bo'ldi? Mahallani boshida kelyapman aka. Aruda yotibdilar-da. Yana Sardor deb baqiryaptilar. O'rtoqlarimni oldicha odam sharmanda bo'lib ketdi-yu. Bularni yo qariyalar uyga tiqaylik yoki больницаga olib borib bu narsa qilaylik yoki qachongacha bunaqa yuramiz? Bosh ko'tara olmayapti odam ko'chada. Bizlarni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan insondan uyaladigan bo'lib qoldim kam. Kerak emas aka menga bunaqa. Qo'mbaras! Nima meni uraverasiz? Yo'qol xonangga. O'yis qarang unda. Ada, men o'qigan kitobda ota-onaga oq bo'lishlik insonni xorlikka olib keladi deyilgan. Men sizni roziligingiz uchun hamma narsaga tayyorman. Ada, ko'nglingiz nimani tusyapti? Xohlaysizmi? Eng qimmat arolni olib beraman sizga. Siz nimani xohlasangiz shuni olib beraman. Faqat iltimos ada, ko'chaga chiqib ichmang. Ukam, rizq shunaqa keng olinganda, sen ketur, men shu yerda qolaman. Xo'p bo'ladi. Ha, biz shunaqa bolalarni bilamizki, otasi o'lim to'shigini ustida yotganda uni ko'rgani tabiblar kelgan, doktorlar kelgan, aniq diagnostikani qo'yishgan. Uka, otangiz yoki 10 kun yoki 15 kun muddati qoldi, harakatingizni qilib qo'yavering deganda, o'g'il otani oldiga kirsa, otasi o'g'liga qarab, "Bolam, falon joyda bir tabib bor ekan, birov borib kelmaysizmi?" desa, otasini o'lishini biladi. Lekin shu holatda ham mendan norozi bo'lib qolmasin, noumid bo'lib ketib qolmasin deb tabibga olib borib, qaytib kelayotganda qo'lida jon bergan otalarni ko'rdik. Shu bolalarning orqasidan hozir dunyo qo'ylab yuribdi.